Assalomu alaykum azizlar. Bugun raddom uchun yiqqan sumkam qisqacha obzor qilmoqchi edim. Men bu rodzalga yig'gan sumkam. Bu yerda mana bunaqa salfetka olganman. Bittasini rodzalda ishlatishadi. Bittasini o'zingizga qaytarib berishadi. Palataga o'tganingizda plet avgustda tuqqanim uchun unaqa qalinidan olmadim. Yupqaroq plet. Bola tug'ilgandan keyin o'rashadi. Ikkita plyonka ishlatilmagan. Ishlatilganidan ham olib oldim. Artishlarga kerak bo'ladi. 3 dona yuvib dazmollab qo'yganman. Men bu rodzalga kirganingizdan keyin kiyish uchun mana bunaqa kiyim olganman. Kiyimingizni almashtirasiz. Paket olganman. Almashtirganingizdan keyin paketga solib berib yuborasiz. Men bu chaqaloq uchun pampers, mana bunaqa pampers olganman. Mana bitta prokladka tuqqaningizdan keyin kerak bo'ladi. Men bu suv ketib qolsa mabodo deb o'zimga pampers olib oldim. O'zimga ham muslim plet olganman. Bolani ulash uchun tuqqaningizdan keyin mana bitta kiyimchalar har xil. Qiz bola bo'lgani uchun menda hammasi qizil. Oldi bog'lanadigan ikkita kiyimchadan ham olib oldim. Mana bunaqa 4 tasi bittada bo'lgan kiyimchalardan ham olib oldim. Buni oldi ochiladi. Buni ham mabodo kerak bo'lib qolar. Jidkий kiyimlar kerak bo'ladi rodzalda. Bular rodzal uchun olganman. Hali одноразовый trusi bilan одноразовый plyonka olganim yo'q. Hujjatlar uchun papka ham olaman hali xudo xolisa. Mana bitta palataga o'tganingizdan keyin kerak bo'ladigan narsalar. Mana bu chaqaloqni narsalari, quloq tozalagich, palpasini yuvishga sovun, so'rg'ich olganman. So'rg'ich iladigan. Endi so'rg'ich menimcha bolalarim mani olmaydi-yu, shunda ham kerak bo'lar deb oldim. Prisipka, butilkachasi, termometri bor orqasida. Tetrasiklinniy emas. Bola tug'ilgandan keyin ko'ziga surish uchun. Yana kiyimchalar olganman. Bu yerda shapkacha mabodo kerak bo'ladi. Yuvib dazmollaganman bularni. O'shancha paketda turibdi. Ikkita ishtoncha olib oldim. Yana yuvib dazmollab solib qo'yganman. Mana bitta ikkita kiyimcha olib oldim. Tuqqanimdan keyin mabodo kerak bo'lib qolar deb yuvib dazmollab olib qo'yganman buni ham. Naskicha. Mana bu bola tug'ilgandan keyin olib chiqishga anaqa kiyimcha. Buni Lily Kids'dan oldim. 39 mingga. Shapkachasi bor, ko'ylagi, ichida ishtonchasi, naskichasi bor. Akasini pletiga, ya'ni konvertiga o'rab olib chiqamiz. Hali yangi turibdi. O'shaning uchun konvert olmadim. Men bu pampers almashtirishga kerak bo'ladigan kilonkali anaqa plet. Yo'q, nima edi? O'sha kilonkali pampers almashtirishga kerak bo'ladi. Men bu oilaviy kiyim do'konidan olganman Parkinskida. Anaqa pododyannik, покрывало. Termos olganman. Men chunki muzday suv ichmayman. Tuqqaningizdan keyin hamma joyingiz bo'shashadi. Iliq suv ichaman. O'shaning uchun termos olganman. Yostiqcha olganman. Mana bolani boshi qiyshayib qolmasligi uchun pletcha olib oldim. Yana bitta bunga hali muslim qoplama olib qoplayman. Mana bunaqa vatniy disk oldim. Kerak bo'lib qolar deb. Bundan tashqari ikkita pijama olganman. Palataga chiqqanda kiyaman. Bu shortigligi. Mana bu esa ishtonligi. Oldi to'liq ochiladi. Yana xalat bilan lozim olsammi deb o'tiribman. Avgustda tug'aman, endi issiq bo'ladi, balki kerak bo'lmas. Mana bu esa влажный salfetka har doim kerak bo'ladi. Tualetniy bumaga kerak bo'ladi har doim. Raddomda yotganingizda bola uchun mana bunaqa salfetkachalar. Mana bu ko'krak uchun shunaqa nima? Sutingiz oqib ketib hamma joy anaqa lifchingiz rasvo qilmasligi uchun. Chunki meni sutim rosa ko'p bo'ladi, xudoga shukr. O'shaning uchun sutim ko'p bo'lgani uchun ozgina sog'ib beraman deb mana bunaqa oldim. Bola rosa qiynaladi, sut birdan ko'p kelsa. O'shaning uchun ozgina mana bunga sog'ib, keyin emizaman xudo xolisa. Mana bitta lifchik olganman. Ikkita emizishga qulay bo'ladigan trusilar olib oldim. 3 ta 4 ta kerak bo'ladi deb. Cho'chiq. Menimcha
Yetib qolsa kerak shular. E'tiboringiz uchun rahmat.